Agar hayotingizni osonlashtirmoqchi bo'lsangiz, kunlaringizni qiynalashtiring. Assalomu alaykum. Bugungi videoda qanday qilib hayotingizni 180 gradusga o'zgartirib, barcha xohlagan katta maqsadlaringizga erishish haqida gaplashamiz. Bu videoda men o'zim yillar davomida o'rganib, izlanib, katta maqsadlarimga erishishga katta yordam bergan, samaradorligimni juda ham oshirib yuborgan bir instrument Habit Tracker haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Kanalda yangilar uchun o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Azizbek. Hozirda dunyoning eng top universitetlaridan biri Garvard universitetida 100% lik $292,000 grant asosida ta'lim olaman. O'zim aslida Farg'ona Oltiariq tumanida oddiy oilada katta bo'lganman. Bu kanalda shu kabi samaradorlik haqida va Garvarddagi talaba hayoti haqida videolar qo'yib boraman. Endi boshlasak. Xo'p, o'zi bu Habit Tracker nima? Ancha yillar oldin katta maqsadlarni o'zim oldimga qo'yishni boshlaganimda bir narsani tushundim. Har qanday katta maqsadga yetib borish uchun kichik qadamlar kerak. Kichik qadamlar bu odatlar. Masalan, aytaylik, siz bu 2026-yilda 12 ta kitobni o'qishni o'zingizga maqsad qilib qo'ydingiz. Bu maqsadga erishish uchun siz har faslda 3 ta, har oyda 1 ta, har haftada 70-100 bet, har kuni eng kamida 10 bet kitob o'qishingiz kerak bo'ladi. Mana shu har kuni 10 bet kitob o'qishimiz odat deb ataymiz. Odatlar shunaqa ham sehrli narsaki, odatlar, kunlik odatlarni intizom bilan har doim qilish orqali xohlagan hayolga kelgan maqsadga erishsa bo'ladi. ALSA 7,5 olish deysizmi, SATdan 1500 olish deysizmi, top universitetga kirish, qanchadir mablag' berish, hayolingizga kelgan har qanday katta maqsadlarga albatta intizom bilan harakat qilib, nasiba bo'lsa, kunlik odatlar orqali yetishsa bo'ladi. O'sha ancha yil oldin shuni tushungandan keyin men kunlik odatlarimga e'tibor qarata boshladim va bir Habit Tracker degan daftar tuzishni boshladim. Bu Habit Tracker nima? Buni biz maktabdagi kundalikka o'xshatsak bo'ladi. Xuddi kundalikda ertalab maktabga borganingizda har bir bahoingizni yozib borganingizdek har darsdan bu yerga har bir kunda nechta odat qilganingizni, qaysi odat qilganingizni belgilab borasiz. Masalan, mart oyida aytaylik, 4 ta maqsad qo'ydingiz oldingizga va o'sha 4 ta maqsadga yetib boruvchi kunlik 4 ta odatingiz bor. O'sha 4 ta odatni mart oyi boshida shu daftarga kirgizasiz va mart oyi 30 kun bo'lsa, o'sha har kuni shunga nechtasini qildingiz? Bugun 4 ta qildim. Ertaga aytaylik bir voqea bo'ldi, 3 tasini qildim. Lekin indiniga 4 ta qildim. Shunaqa yozib borasiz va oxirida oyning oxirida esa sarhisob qilasiz. Xo'p, bundan maqsad nima desiz? Shuni oylar, yillar davomida odatlarni qilish orqali sizda intizom shakllanadi va bir voqea sodir bo'ladiki, bu narsalar, bu odatlar siz hayotingiz oddiy bir qismiga aylanib qoladi. Xuddi inson sifatida bizning instinktimiz ertalab uyqudan turganimizda bet qo'limizni yuvish oddiy odatga aylangandek, ya'ni unga erinmaysiz, harakat qilib o'ylash shart emas, "Voy, buni qilamanmi, bet qo'lni yuvishim kerakmi?" degan narsa bo'lmagandek, ertaga o'sha kuniga 10 bet o'qish yoki har kuni jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanish ham sizni oddiy bir hayotingiz qismiga aylanib qoladi va oddiy qismiga aylangandan keyin buni qilish osonroq bo'ladi. Buni qilish osonroq bo'lgandan keyin siz xohlagan maqsadingizga, juda katta maqsadlarga ham osongina har kunlik odatlar orqali erishishingiz mumkin bo'ladi. Demak, odatlar kundaligi nima ekanligini tushundik. Endi navbat uni qanday yasash bo'yicha. Odatlar kundaligining o'zi aslida hamma xohlagandek yasash mumkin. Men ham juda ko'p marotaba kundalik tuzish stillarini o'zgartirganman. Lekin bugun shaxsan o'zimga eng ko'p yoqqan, eng minimal va oson bo'lgan usulda bu kundalikni yasashni o'rgataman. Bunga bizga 3 tagina narsa kerak xolos. Daftar, ruchka yoki qalam bo'lishi mumkin va chizig'i kerak bo'ladi bitta. Demak, birinchi ochib sizlarga ko'rsatsam, o'zi qanaqa bo'ladi? Oddiy daftar, shunchaki har oyga bitta shunaqa 2 ta varaq ketadi. Masalan, bu meni yanvar oyim 2026-yilda. Demak, ko'rish mumkin bo'ladi. Birinchi tepa qismiga odatlar yoziladi. Keyin yon qismiga bo'lsa kunlar yoziladi. Bu yoqda nima bo'ladi desak, demak, o'sha masalan misol olamiz. 31-yanvar kuni nimalar qilganman? O'sha 8 ta odatimdan 1, 2, 3, 4 tasini bajarganman. Har bir qilgan odatimni to'g'risiga, masalan, birinchi odat shumi? Birinchi odatni o'sha 31-kuni qilgan bo'lsam, x qilib ketaman. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu nima desak, xuddi o'sha kunlarni bu progress bari deb nomlayman. Tizg'it chizamiz bu yoqqa, o'sha 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb nechta odat bo'lsa o'shaning raqamini yozamizda, kunlari to'g'risida turibdi bu ham ko'rayotgan bo'lsiz. Endi xuddi o'sha aytganda aytaylik 31-kuni faqat 4 ta odat qildimmi, o'sha kunni to'g'risiga 4 ga nuqta qo'yaman. Ko'rayotgan bo'lsiz, mana bu yoqda 4 turibdi, 4 to'g'risida turibdi. Masalan, 26-kuni 3, 5, 7 ta odat qilgan ekanman, 7 ga nuqta qo'yganman va har kungisini bir-biriga bog'lab ketsam,
meni bir oy davomida odatlar bo'yicha qilgan odatlarim bo'yicha progress bar paydo bo'ladi. Endi boshda sal sizga qiyin tushunish mumkin. Masalan, bu yanvar oyida, endi mana masalan fevral oyi. Sizlarga oson bo'lish uchun sizlar bilan birga edi. Hozir men endi o'zimni mart oyimni birga edi tizib sizlarga ko'rsataman. Birma-bir qanaqa bo'lishini oson bo'ladi sizlar tushunish. Shu men bilan follow qilib, agar iloji bo'lsa, o'zingizda hozir agar bitta daftar bo'lsa, daftar olib men bilan birga ketsanglar, sizlarga osonroq bo'ladi. Qani, boshladik. Chiziq totib olaman bu yoqqa. Va tepadan aytaylik ozgina katak qoldirib 3,5 sm qoldirsak tepadan yetadi ekan. Oldingi chizganlarim bo'yicha shu yoqqa chizamiz. Buni 2 varaq ustidan olib o'taman. Demak, hozirgi holat shunaqa bo'ldi. Desam chiqmay qolamiz. Bu yoqqa endi oy nomini yozamiz. Masalan, bu yoqqa mart deb yozamiz. Mart. Endi mart deb yozganimizdan keyin bu yoqqa sanalarni yozib chiqish kerak bo'ladi. Birinchi sanadan boshlaymiz. 28 kun sig'di. Endi masalan oxirgi kunni bu yoqqa ham sig'dasa bo'ladi. Demak, asosiy narsa uchun shu kunlarni yozish kerak bo'ladi. Endi odatlar uchun chizib chiqaman. Masalan, bu birinchi odat uchun joy. Ikkinchi odat uchun shunaqa qilib chizib chiqaman. Demak, nechta odat sig'adi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta odat sig'adigan qilib yozdim. Endi mana shu tepa qismiga odatni demak nomini yozamiz. Bu yoqqa sanalar turibdi. Masalan, o'sha aytaylik, birinchi odat turibdi mayda. Tasavvur qiling, mana shu 10 bet kitob o'qish bo'lsin har kuni. Birinchi mart kuni qilsam, demak, o'shanga x qilaman. Ikkinchi odatimni ham birinchi mart kuni qilsam, x qilaman-da, hammasiga x qilib ketiraman har kuni. Endi bu tomonga o'tyapmiz. Bu tomonda aytganimdek juda qiyin narsa emas. Bu shunchaki progresslar o'zimizga ko'rinishi oson bo'lish uchun, ya'ni qanday tushuntirib bo'laman, o'zingiz qanchalik progress qilayotganingizni, necha foiz odatlaringizni qilib borayotganingizni bilishi osonroq yo'li bu. Hozir buni ham qanday qilishni o'rgataman. Demak, bizga har bir odatga bitta nuqta uchun joy ketyapti. 9 qilib mana shuni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu yoq mana 10 qilamiz. 10 ta odat. Aytaylik, masalan, 1-mart kuni 8 ta odatim bor edi. 8 tasini ham qilsam, mana bu yoqdagi 8 raqamiga birinchi kunga nuqta qo'yaman. Ertasiga 7 qilsam, 7 ga nuqta qo'ymanda hammasini bog'lab yorsam, mana bunaqa graf paydo bo'ladi. Bu graf nimani bildiradi desak, o'sha hafta, oy davomida keyinchalik nechtasini bajarganimni yozsam bo'ladi. Masalan, men fevral oyida jami kunga hisoblaganimda har kunga adashmasam 9 ta birinchi haftasida fevral oyining 1-dan 8-sigacha 9 ta bir har kundan jami 72 ta odatim bo'lgan. Uni 44 tasini bajarganman. Uni qayerdan bilaman? Shu progress barimda hisoblash oson bilaman. Va oy oxirida bo'lsa, mana shunga o'xshab keyin foiz chiqaraman. Demak, yanvar oyida 149 ta odatdan 74 tasini bajaribman. Bu 50% progress. Fevral oyini bo'lsa, mana hozir bu hafta tugayapti. Keyingi haftani ham tugatgandan keyin uni ham chiqaraman. Sizlar bilan qilayotgan endi yanvar oyimizda ham xuddi shunaqa, sizlar ham o'zingizlar bunday qilib chizib ketasizlar va bu yoqqa bu qo'shimcha sal masalan complicate qilish mumkin, lekin qo'shib o'sha progress baringlarni yozib olgani har haftani ham bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Umumiy olganda o'zingizga sodda qilsangiz bo'ladi, lekin asosiysi shu. Maqsadlar va odatlar haqida gaplashayotganmiz. Meni sizga bir muhim tavsiyam bor. Agar hozirda siz yoki sizning farzandingiz ingliz tili o'qishga harakat qilayotgan bo'lsa, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsa, men sizga shaxsan o'zim ta'lim olgan Cambridge o'quv markazini tavsiya qilaman. Cambridge o'quv markazi O'zbekistondagi eng katta va eng sifatli o'quv markazlaridan biri. Ular ta'lim sifatlariga, ingliz tilini eng yaxshi o'qitishga juda katta e'tibor berishadi. Agar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa yuqori natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, Cambridge eng to'g'ri tanlov. Cambridge, impossible is possible. Odatlar kundaligi nimaligini, uni qanday yasashni o'rganib oldik.
Endi videoning eng asosiy qismiga keldik. Qanday qilib bu daftarni intizom bilan tutish mumkin? Yillar davomida shuni tushundimki, siz hech qachon odatlaringizni baribir 1000 harakat qilsangiz ham hammasiga erisha olmaysiz. Ya'ni 100% har doim qilib borish juda ham impossible, qiyin narsa. Lekin shunda ham yillar davomida harakat qilib, buni qila olmasangiz ham ertasiga harakat qilib, indiniga qilib yana bir kun qila olmasangiz ham 50%, 70% qilib odatlaringizni qilib borsangiz ham shularni o'zi ham juda katta natijaga erishadi. Masalan, mana olib qarasangiz, yanvar oyida ko'rsatdim, kundalik daftarimda qo'ygan oldimga odatlarimni 50% bajara olganman. Lekin yanvar oyiga qarasam, men juda katta o'sish bo'lganini bilaman. Xuddi shunday, masalan, o'zimiz xalqimizda ham maqol bor, quyoshni harakatini qilsang, oyga yechasan. Doim oylar, yillar davomida shu harakat qilib, 100% bo'lmasa ham, bir kun qolib ketsa, bir hafta qolib ketsa, 2 hafta orada qanaqadir narsalar bo'ladi. Insonlar hayotda o'zimiz kutmagan voqea bo'ladi. Lekin shunda ham qaytadan daftarni tizib, qaytadan daftarni yuritib, odatlarni shakllantirishga harakat qilaversangiz, ishoning, bir oy o'tar, yarim yil o'tar, bir yil o'tar, siz albatta bu odatlarni sizda bo'layotgan impactini, ta'sirini albatta ko'rasiz. Ya'ni nima demoqchiman? Umuman tashlab qo'ymaslik kerak, 100% bajara olmasangiz ham harakat qilib doim oshirib borish kerak. Masalan, men yanvar oyida 50% qildim, bu oy 60% ga chiqarishga harakat qilaman. Keyingi oy 70% ga chiqarishga harakat qilaman. Shunaqa qilib o'zimiz ustida ishlab, kichik qadamlar bilan, demak, katta maqsadlarga yetib boramiz. Videoni yakunlashdan avval mendan eng ko'p so'raladigan savolga javob bermoqchiman. Qanday qilib dunyoning eng top universitetlariga qabul qilinish mumkin? Bu haqida podkastlarda batafsil gapirib o'tganman. Kanalimga kirib podkastlar playlistdan yaxshilab ko'rib eshitishingiz mumkin, lekin eng asosiy muhim narsalardan biri albatta bu SAT dan yuqori ball olish. Agar siz hozir SAT o'qimoqchi bo'lsangiz, SAT dan yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zim o'rtoqlarimga, o'zimning ukalarimga, tanishlarimga har doim tavsiya qilishdan uyalmaydigan va har doim yaxshi natijalarni, eng yuqori natijalarni olib keladigan SAT Tashkent o'quv markazini sizga tavsiya qilmoqchiman. Agar SAT o'qimoqchi bo'lsangiz, bu o'quv markazidan boshqa o'quv markazini tanlash menimcha siz uchun katta xato bo'ladi. SAT Tashkentni tavsiya qilaman. Telefon raqamlari va batafsil ma'lumotni izohdan topishingiz mumkin. Shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Bugungi videoda sizlar bilan qanday qilib hayotingizni 180 gradusga o'zgartirish, qanday qilib eng katta maqsadlaringizga erishish uchun eng to'g'ri sistemani yaratish, ya'ni odatlar kundaligini nimaligi, qanday tuzish, qanday qilib intizom bilan uni yurgizib borish haqida gaplashdik. Agar video yoqqan bo'lsa, yaxshi bir narsa o'rgangan bo'lsangiz, izohlarga kirib, siz qaysi odatlarni boshlamoqchiligingizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar video foydali bo'lsa, boshqa o'rtoqlaringizga ham yuborib qo'yingki, ular ham foyda olsin. Keyingi videoda sizlar bilan kanalda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.